Instagramda qanday qilib rekomendatsiyaga chiqsa bo'ladi degan asosiy kashfimizga tushingizlar. Videoni obloshkasida ko'rib turishingiz mumkin. Bugungi videomizda Instagramga qanday qilib topga chiqish haqida gaplashamiz deganlar. O'tgan mana shu videomizda bugun ikkinchi qismini olamiz deganlar. O'tgan safar qanday qilib akkauntni to'g'ri sozlashni ko'rsatgandim. Bugun nimalar o'rgataman? Bugun sizlarga deganlar qanday qilib videoni to'g'ri eksport qilish, qanaqa hashtaglardan foydalanish va Instagramga qanday qilib sifatli tarzda joylashni o'rgataman deganlar va hokazo men hammasini video davomida batafsil aytib o'tib ketaman. Videoni boshlashdan oldin agar sizlarga video foydali bo'lgan bo'lsa va sizlarga manfaat keltiradigan bo'lsa, deganlar shunchaki videoga like bosib, kommentariy izohlarni qoldirib, menga shunchaki obuna bo'lib qo'yinglar deganlar, chunki bundan foydali videolar hali oldinda. Videoni boshlashdan oldin interesan aytib qo'yishni joiz deb bildim. Men bu faktlarda, bu nastroykalarda osmondan anaqa qilganim yo'q, chunki o'zim ham vaqtida mobil bloger bo'lib ishlaganman va SN'ni ham ancha-muncha yaxshi bilaman, chunki SN'da ham o'qiganman deganlar. Ya'ni men o'zim avval bu narsalarni amalda sinab, keyin sizlarga aytayapman, chunki e'tibor bergan bo'lsanglar, o'tgan safargi videomda bitta akkaunt ochgandim va u akkauntni keyinchalik yurishga qiziqib qoldim va e-futbol haqida kontent yurishda boshladim deganlar. Hozirgi kunda 2000 ta obunachim bor va qanday qilib shunaqa prosmotrlarni xoslarga qilishimni ko'rsataman deganlar, bilib qo'yinglar. Men bu narsalarni osmondan olib yurganim yo'q, shunchaki avval o'zimda sinadim va sizlarga keyin shuni o'rgatishni joiz deb bildim. Agarda Instagramga ko'zinglar tushgan bo'lsa, shablonlanma degan profil bor. Xo'p, bu oldin shablonka degan profil edi. Men buni chet elda yurgan paytimda bu akkaunt bloklanib qoldi. 30 ming talik podpischigim bor edi va u bloklandi va yana qaytadan shablonlanma degan akkaunt ochdim va uni yana qayta 20 ming ta qildim deganlar. 20 ming tadan oshiqroq, past 25 ga qildim. Nima demoqchiman? Birinchi o'sha bloklangan akkauntim yana qaytadan noldan ko'targanman va Telegram kanalimda ham 80 ming tadan oshiq jonli obunachilar bor va hammasini через Instagram yiqqanman, hech qanday nakrutkasi yoki 3-4 ta kanallarga reklama bermaganman. Через Instagram yiqqanman hammasini. Ko'rib turganinglardek men shaxsiy bir intervyu olaman va xoslik 3-4 ta o'zim bilgan ma'lumotlarni beraman deganlar. Sizlar ham xudo xolasa Instagramga yaxshi prosmotrlarga erishasizlar. Xo'p, birinchi navbatda videoni to'g'ri yuklash, to'g'ri eksport qilish Instagramga. Ko'pchilik, misol iPhone da olsa 4K60 oladi, kapotga tiqqandan keyin 4K60 fps eksport qiladi. Yo'q, bu xato narsa. Misol kapot emas, va endi misol keltiraman. Misol 4K60 olganingizdan keyin kapotga kirasizlar, misol montaj qilib bo'lganingizdan keyin 1080 60 fps xuddi mana shunaqa nastroykalarda eksport qilsanglar deganlar. CapCut shunday CapCut deyman, Instagram xuddi shunday videoni joylaydi. Agar sizlar 4K60 fps da CapCutda eksport qilsanglar, Instagram bu videoni siqib qo'yadi va kachestvasini tushirib qo'yadi. Shuning uchun ham ko'pchilik aytadi, video joylaganimda deydi, xira formatda bo'lib qolyapti deydi. To'g'ri gap, internetda ham, misol internet qancha yaxshi bo'lsa, Instagram xuddi shu narsani yaxshi ko'rsatadi va bu to'g'ri videoni eksport qilishda ham o'sha gap deganlar. Shunchaki mana shu nastroykalarda eksport qilsanglar, videolar Instagram siqmaydi va yaxshigina sifatda joylanadi. Keyingisi deganlar bu musiqa. Ko'pchilik aytadi, musiqa uncha katta rol o'ynamaydi. Yo'q. Asosiy narsani musiqa hal qiladi bilsanglar deganlar. Hozir Instagram ommalashgandan keyin, Reels ommalashgandan keyin musiqalar trendga chiqishni boshladi. Ancha-muncha misol oldingi musiqalar ham 7-8 yil oldin aytilgan musiqalar ham endi trend bo'lyapti. Ya'ni bu gap bilan nima demoqchiman? Sizlar ham trenddagi musiqalardan foydalaninglar. Ya'ni men gapiryapman va video fonida, men gapirayotgan fonimda o'sha trenddagi musiqa uncha baland emas. Misol ovozimga qaraysizlar, ya'ni ovozingizga qaraysizlar. Misol ovozimni men 300 qilsam, men o'zim shaxsan ovozimni 300 dan baland qilaman, musiqani 12-11 larga qo'yib qo'yaman. Shunda men gapiraman va fonda o'sha musiqa, trenddagi musiqa jaranglab ketaveradi deganlar. Eng muhimi to'g'ri musiqa foydalanishdan bilish. Ya'ni to'g'ri musiqa sizlarga foydalansanglar, to'g'ri musiqa Instagram algoritmlariga mos, ya'ni qanaqa amalda gapiraman bu gapimni trenddagi musiqa bo'lsa va u narsa rekomendatsiyaga olib chiqishiga yana bir sabab bo'ladi deganlar. Keyingisi bu hook. Bilsanglar, hozir juda ham bir sifatsiz, cringe videolar ko'payib ketdi. Shuning uchun ham odamlar mana bunaqa o'tib tashlaydi reelslarni. Shaxsan o'zim ham shunaqaman. Ya'ni boshda 3 so'rani ko'raman, o'tkazib yuboraman, qilaman, o'tkazib yuboraman. Chunki nimaga? Chunki cringe videolar va sifatsiz videolar juda ham ko'payib ketdi va sizlar uchun Instagram qanday qilib chiqish uchun ayniqsa bu narsa hook juda ham katta rol o'ynaydi. Ya'ni siz boshda 3 soniyani juda ham bir qandaydir kreativ ish olib qolishingiz kerak va o'sha odam
bunday qilayotgan paytda videoni o'tkaza olmaslik kerak. Endi har xil huquqlar, misol ba'zi birlar boshqa odam kadrdan foydalanadiki, o'zini qo'yib qo'yadi. Endi bu o'zingizlarning fantaziyalarga bog'liq. Aynan shu huquq ko'p narsani hal qiladi. Ya'ni boshidagi 3 soniya sizni videongizni shunday polniy hal qilib qo'yishi mumkin deganlar. Shuning uchun doimo huquqni yaxshi tanlang yoki qandaydir dolzarb mavzuda gapirib chiqing. Siz buni bilasizmi? Siz buni xato qilyapsiz misolda. Agar shaxsiy fikr ko'rsatgan bo'lsa, shuni aytishingiz mumkin. Siz buni xato qilyapsiz. Siz buni qilmang. Buni qilsangiz bunaqa bo'ladi. Yoki bu energetik ichimlik ichsangiz erta bunaqa bo'lasiz, erta kasal bo'lasiz yoki jigaringiz o'ladi. Jigaringiz kasallanadi demoqchi edim. Xuddi shunaqa o'zingizlarga mos qilib, o'sha yo'nalishlarga mos qilib huquq tayyorlanglar jigarlar. Dolzarb mavzu bo'lsa, odam uni o'tkazib olmaydi. Keyingisi bu sifatli montaj. To'g'ri, ba'zilarda montaj uncha hal qilmaydi, lekin sifatga ham sal e'tibor berish kerak. Men ham ko'p bo'ladi o'zimda ham sifatli montaj qilaman, lekin kamida esa 10 mingta yeydi, lekin men bittasi shunday chiqdi ko'chani videoga qo'yib yuboradi. Unda 50 mingta, даже 1 minutga chiqqan paytlar ham bo'ladi. To'g'ri, uncha emas, lekin sifatga ham yaxshi e'tibor berish kerak. To'g'ri va chiroyli qilib udar qilib tashlamasangiz ham shunchaki bir skromli montaj qilsangiz bo'ldi jigarlar. Shunchaki montajni yaxshiroq qiling va o'shanda yana ham videolaringiz sifatli bo'laveradi va o'zingizga ham videolar yoqishni boshlaydi. Va keyingisi bu obloshka jigarlar. Obloshkaga e'tibor beringlar. Ba'zi birlar umuman obloshkaga e'tibor bermaydi. Dash Instagram video qo'yayotgan paytda ham tepasida izmit obloshka degan bo'lim bo'ladi-ku, o'sha yerdan ham o'zgartirilmaydi. Misolda turgan paytlari, har xil odamlar turgan paytlarini shuni qo'yib qo'yadi. Ko'zi ochib, yumilib turgan, og'zi qiyshib qo'ygan har xilda, chunki boshdagi soniyada o'sha sahnaga tiqib bo'ladi kap-kut. Любой montaj programma. Bunday kirsiz shunday obloshka shunday turgan bo'ladi. Shuning uchun Instagramga kirganda doim izmit obloshka qilib, obloshkani to'g'rilaylar yoki Pixar har xil Photoshoplardan o'zingizlarga har xil obloshka yaratinglar va izmit obloshka bo'limidan давайте fotoplyonka deb bosib, o'sha obloshkani qo'yib olsanglar bo'ladi. Ya'ni to'g'ri obloshka tanlaymiz. To'g'ri obloshka qo'ying va sifatga ham e'tibor bering obloshkani. Endi obloshka ekan deb o'yni xohlaganingizni qo'yib tashlamang. Skromli bo'lsa, shu profilingiz chiroyli turadi. Keyingisi bu video misol rekka chiqmasa, udalik qilib tashlamang. Shunchaki arxivga qo'ying. Chunki udalik qilsangiz, men video qo'ydim, qayerda xato bo'lib qoldi, shuning uchun reels qo'yishdan oldin, men o'zimga ko'pchilik ko'p bo'lgan. Ya'ni reels qo'yishdan oldin men videoni qayta ko'ra olmayman-da. Shunday CapCutdan eksport qilaman, sразу Instagramga qo'yib olaman. Keyin videoni o'zim o'sha qo'yib olganimdek qayta ko'raysam, xatoim chiqib qoladi va men shunchaki arxivga tiqib yuboraman. Sizlar ham shularga ham shu narsalarni maslahat beraman, chunki udalik tashlagandan ko'ra arxivga tiqib yuborgan yaxshiroq. Udalik tashlasanglar, birinchidan akkauntlaring ham munchaga katta prosmotr bo'lmay qoladi. Xullas, akkaunt sekin-sekin kiradigan joyga kirib bo'ladi. Shuning uchun udalik tashlamang. Hech qachon videolaringizni, eski videolaringizni ham udalik tashlamang, yoqmagan videolaringizni ham. Shunchaki arxivga tiqib yuboring bo'ldi. O'chirib yana qayta qo'yish eng katta xato. Misol, hozir men 11 da video qo'ydimda, prosmotr rekka chiqmadi. O'chirib tashladim, yana 2 da qo'yib, yana yoki 5 da qo'yib, soat 9 da qo'ysam, yo'q, chiqmagan video umuman chiqmaydi. Shuning uchun unaqa qilib o'chirib qayta yoqib anaqa qilish shart emas. Misol, bugun 10 ta edimi, o'sha videolar ertaga uchib ketib qolishi mumkin. Ertaga 1 million bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun umuman udalik qilib tashlamang videolaringizni. Rekomendatsiyaga chiqmasa ham. Agar yoqmasa, arxivga tiqib yuboring bo'ldi. Arxivdan любой время qaytarib ola olasiz. Misol, men hozir bitta rasm uchishimda Instagramga joyladim, uni arxivga tiqib yubordim. 4 yildan keyin yana o'sha rasmni qaytarib ola olaman. Lekin udalik tashlagan videoni 30 kun ichida qaytarib ola olmaysiz. 30 kundan keyin video uchun yo'qib ketadi. Shuning uchun umuman udalik qilib tashlamang videolaringizni. Arxivga tiqib yuboring bo'ldi. Xo'p, endi o'zim akkauntimni obzor qilib beraman. Mana shu aynan Daroyev futbol degan akkauntimni. Endi o'zingizlar yo'nalishlarga moslab, men misol mana shu yo'nalishda boshlaganim uchun shu yo'nalishda gapirib beraman. Xo'p, probniy reels degan bo'lim chiqdi. E'tibor bergan bo'lsanglar, bu qanaqa rejim? Buni hozir keyinroq gapirib beraman. Videolar joylashni boshladim, mana qilib kameraga gapirib, o'zimning faceimdan foydalandim. Nimaga? Chunki odamlarga ishonch kerak. Ishonch, misol, agar siz qandaydir shaxsiy bir o'z savdoyingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, albatta o'zingiz gapirib chiqishingiz kerak. Nimaga? Chunki odamlarga ishonch kerak. Hozir juda ham ko'p mashinniklar ko'payib ketgani uchun odamlar uncha-munchasiga ishonmayapti. Shuning uchun o'zingiz gapirib chiqing. Men ham o'zim gapirib chiqdim. Bu qandaydir narsa emas, shunchaki o'zimni ham faceimni tanitish ma'nosida. Gapirib chiqdim, birinchi boshda uncha prosmotr yemadi, lekin odamda agar xohish bo'lsa,
o'sha narsani qiladi. Ya'ni sizlar ham agar misol bitta ikkita videolar qo'ysanglar, uncha uchmasa, bo'ldi bu menga masalan yoki bu Instagram videolariga chiqmayapti emas. Yo'q, misol men mobilogger ishlagan paytimda, mobilogger ishlab yurgan paytimda bitta content maker shunaqa degan, bir oyda 30 ta video qo'ysanglar, bittasi 1 million prosmotr yeyishi kerak degan. Ya'ni siz misol bugun 12 da video qo'ydingizmi, ertaga ham chunki 12 da qo'ying. O'zingizga disiplina anaqa qiling. Misol ertaga bugun men 12 da qo'yib turib, ertaga 7, 8 kech paytda qo'ysam bu to'g'ri kelmaydi. Har kuni bittadan video bir oyda qo'ysangiz soat 12 misol, endi har xil vaqtda endi o'zingizga qarangda, qaysi vaqt sizga qulay. Agar informatsiyali video bo'lsa, foydali video bo'lsa, kunduz kuni qo'yganingiz yaxshi. Agar kulgili videolar bo'lsa, unda 7, o'sha 6 da qo'ysanglar bo'ladi. Shunaqa qilinglar jigarlar. Misol bugun 12 da qo'ydingizmi, ertaga 12 da qo'yishim shart, majburman, doljimman deb qo'ysanglar, o'shanda Instagram akkauntinglar rivojlanadi. Men ham xuddi shunaqa qildim. Kuniga video chiqardim. Qayerdan ideya topib, u qilib, bu qilib chiqardim va xuddi shunaqa, mana shunaqa yaxshi prosmotrlarga ega bo'ldim. Va buni asosiy narsalardan biri bu obloshka to'g'ri tayyorladim. Ya'ni obloshka tayyorladim. Uncha zo'r chiqmagan bo'lsa ham, muhimi sifatli obloshka tayyorladim. Sizlarga unaqa dahshat chiqishi shart emas yoki pulga 50 ming, 60 mingga dizaynerlarga preview qildirishlar shart emas. Shunchaki o'zingizlar qilsanglar ham bo'laveradi. Mana shu ilova yordamida. Va ikkinchisi to'g'ri hashtaglardan foydalandim. Misol mening yo'nalishim futbol bo'lgani uchun Messi, Ronaldo, Yohan Cruyff, eFootball degan hashtaglardan foydalandim va manzil qo'ydim. Va xuddi shunaqa yaxshigina prosmotrlarga erishdim va men nima qildim? Odamlarni eng bir nozik nuqtasini topib, ya'ni peshchilarni o'sha narsani gapirib chiqdim va u menga namanligida prosmotr olib keldi. Va probniy reels haqida gapirayotgandim. Xo'p, bu narsa nimaga chiqdi? Instagram hozir test qilyapti bu narsani. Bu misol menga podpisan bo'lmagan odamlarga o'sha videoni ko'rsatadi. Instagramga kirasiz, plus bosasiz, bu hammada ham yo'q. Bor bo'lsa, bu sizning omadingiz. Plusni bosasiz, katta blogerlarda bor ekan, menda ham chiqibdi. Plusni bosasiz, videoni qo'yasiz va bu yerda pastda probniy rejim degani bor. Bu nima? Bu misol men sizga obuna bo'lmaganman va plusni bosib o'sha videoni yoqsangiz, umuman sizga obuna bo'lmagan odamlarga ko'rsatadi. Siz ham unga podpiska tashlamagansiz, u ham bizga podpiska bo'lmagan, umuman obuna bo'lmagan odamlarga o'sha videoni ko'rsatadi. Bu sizga yana ham ko'proq prosmotr va yana ham ko'proq podpiskaga olib keladi. Maslahatim, birinchi videoni, misol yangi video tayyorladingiz, sразу postga qo'ymangda, birinchi probniyga qo'yib turing. Agar probniy rejimda videoyingiz uchib ketib qolsa, keyin uni o'sha yerdan narigi tarafga chiqarib olsangiz ham bo'laveradi. Ya'ni asosiy reelsga. Probniy rejim reelsda hozir ko'pchilik blogerlar bilsanglar, bitta video qo'yadi, lekin profiliga o'tsanglar o'sha video ko'rinmaydi. Nimaga? Chunki siz birinchidan u videoga, u blogerga obuna bo'lmagansiz va u videoni probniy rejimda qo'ygan jigarlar. Sizlarda ham xuddi shunaqa. Probniy rejim faqat sizga ko'rinadi, xolos boshqalarga ko'rinmaydi. Ya'ni video o'tkazayotganda ko'raverasiz, lekin profilingizga o'tsa o'sha video ko'rinmaydi. Va bu narsa sizga ko'proq podpiska olib keldi. Men ham shu narsadan foydalandim va ko'p deyishlar mumkin. Mana shunaqa probniy rejimdan mana shunaqa rezultat va prosmotrlar bo'ldi. Aynan deyarli почти 500 dan ortiq obunachini aynan shu probniy rejim reelsda yig'dim. Xo'p, hozircha shular va videoni oxirida bir narsani aytaman. Sabrli bo'linglar jigarlar. Sabr eng muhimi sizlar o'sha disiplina ushlanglar. Misol 10 million podpischisiga bor odam ham har kuni video qo'ysa, misol har kuni emas, video qo'ysa ham 10 million yemaydi. 10 million podpischisiga bor odam minimal ko'rsa 1 million 2 million prosmotr bo'ladi xolos. Ya'ni sizlarda ham 10 mingta prosmotr bo'lib turib, 5 mingta 6 mingta prosmotr bo'layotgan bo'lsa, akkaunt ban bo'ldi, unaqa misol rekka chiqmay qo'ydi akkaunt emas. Statistikasini ko'ringlar, chunki ko'rsanglar, misol men 25 mingta obunachim bo'lsa, mana shu shablon profilda videolar 10 mingta, 12 mingta yeydi. Lekin men profilga o'tib turib statistikani ko'rsam, deyarli 10%, 15% odam menga podpisa bo'lmagan odamlar ko'ringan. Ya'ni bu rekomendatsiyaga chiqqan degani. Shuning uchun sizlar umuman to'xtatmanglar. Video qo'yishdan shunchaki o'zingizlarga motivatsiya olib, videoni qo'yishda to'xtatmanglar, sifatga e'tibor beringlar. Chunki men ham o'sha 30 mingta akkauntim bloklanganda to'xtamaganman, yana qaytadan ochib, yana qayta rivojlantirganman. Har kuni reels qo'yib, umuman to'xtatmaganman. Shuning uchun sizlar ham to'xtatmanglar. Misol bir kun uchmasa, keyingi safar o'sha videolar rekka chiqib ketib qoladi. Sifat eng yaxshi narsa jigarlar. Shu bilan videomiz tayyor. Xato va kamchiliklar uchun uzr. Agar tekis va ravon gapira olmayotgan bo'lsam ham uzr. Tez gapirganim uchun shunaqa dulg'ram qolaman orada.
Xo'p, video yoqqan bo'lsa, ya'ni sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, like va podpiska tashlab qo'yinglar jigarlar. Eng muhimi, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu menga yana ham motivatsiya bo'ladi va izohlarda o'z fikrlaringizni qoldirib ketinglar jigarlar. Xato va kamchiliklar ham bo'lsa, yozinglar jigarlar. Men hammasini o'qiyman va hammasini birga tahlil qilamiz keyin jigarlar. Charchamanglar, sog' bo'linglar.